Salam qadrli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amanglar biratni yaxshi o'tkazsanglarmi? Bugun biz olamning yaratilishi 29-bob mazmunini ko'rib o'tmoqchi. Oldi bilan olamning yaratilishi 29-bob mazmunini ko'rib o'tishdan burun bir qancha yana bizning yurgizayotgan programmalarimiz haqida bir tanishib beray dedim. Yana biz tunugundan boshlab yana Instagram kanalini ochdik. Instagram kanalida asosan nimalar desalqi Instagram kanalida malqi biz mayli YouTube bo'lsin, mayli Instagram bo'lsin, mayli Telegram bo'lsin, biz hozir 3 tane appni ishlatyapmiz, lekin bularning har qaysining o'ziga xos ortiqchiligi va yoki kamchiliklari bor degandek. Buning uchun Instagramda asosan qisqa temalar, ya'ni bizning darsligimiz bilan bo'lmasin, ya'ni biz masalan olamning yaratilishini ko'ryapmiz, Instagramda biz olamning yaratilishi emas, uningdan sirtqi, ya'ni men Buru məsələdən biz gündük qanun şərhini görüyatımız və yəriməni görüyatımız yəni hazır o tügəb biz hazır pəndə nəsiyyətlərini həmşinahla konəhtinin yəni tarix qısımla yəni Sərdarlar, Yaşua, həmşinahla Samuel, birinci, ikinci qısım, tarixlar deyə oxşaş məzmunlarını görüb ötüyatqan. Bununla bir yerdə bəhəlini mən qısqa vaxt çıxqaladı məyli. Çünki bu Instagramda YouTube deyilgan oxşaş ayrım oturup ayrım vaqt çıkarıp bunu kompüterin aldığı basic qilishning hojati yo'q emas. Shuna bir ortiqchalar bor ekan. Shunga buni mayli yo'lda ketayotganda bo'lsin, mayli qisqa vaqtim chiqqanlarda bo'lsin, buningga bahlanadigan bir ortiqchalardan foydalanib, shunga Instagramga asosan shuna bir kichik temalar, masalan, e'tiqod to'g'risida bo'lsin, duo to'g'risida bo'lsin, yoki payg'ambarlarning kichik bizga agah və ya ki bizə ülgü berəliydən şan tərəflər olsun, qısqa temalar üstüdə toxtunulub çıxırışını məqsəd qılıb Instagram kanalına yürgüsük. Əgər qiziqsanglar Instagram kanalımızını qo'shib olsanglar bo'ldi. Telegram kanalimizda bo'lsa, asosan eng oldi bilan Telegram kanaliga material, ya'ni PDF shaklidagi olamning yaratilishini hozir izchil material qilib chiqaryapmiz. Materialni va ovozni Telegram kanalimizdan tushirib olsanglar bo'ladi va foydalansanglar bo'ladi. Hamda YouTube kanalimizda bo'lsa, Telegram va Instagramdan sirtqi olamning yaratilishi olsun va arlab salonikalar izlan xat bo'lsin va yoki ba'zan uzunroq munozara yoki Madihiya degan o'sha universal holatda YouTube kanalimizda shunday programmalarni qilmoqchi. Bundan unumli foydalangaysizlar. Ma'qul, xo'sh qarindoshlar, bugun undaq bo'lsa biz olamning yaratilishi 29-bob mazmunini ko'rib o'taylik. Oldi bilan biz olamning yaratilishi 29-bob tekstni bir qatim o'qib chiqaylik. Olamning yaratilishi 29-bob. Yaqub sabrini davomlashtirib sharq tarafdagilarning ziminiga keldi. U dalidagi bir quduqning yanida 3-4 qo'yning yotganligini ko'rdi. Padişalar qo'ylarni shu quduqdan sug'oratdi. Quduqning og'zida bir yo'g'on tosh yipiqliq turardi. Qo'ylarning hammasi yetib kelganda padişalar birlikda quduqning og'zidagi toshni do'miltib etib, qo'ylarni sug'urib olib, andin yana shu tosh bilan quduqning og'zini yepib qo'yatdi. Yaqub bu padişalardan, "Birodarlar, sizlar qayerlik?" deb so'radi. "Biz haralliq" deb javob qaytarishdi ular. "Sizlar Nahorning o'g'li Labanni tanamsizlar?" dedi u. "Taniymiz" deb javob berdi ular. Yaqub yana, "U qandaqroq?" deb so'radi. Ular, "U nihoyat yaxshi. Ana qarang, uning qizi Rahila qo'ylarni haydab kelyapti" dedi. Yaqub ularga, "Kun tehi tik tursa, qo'y podisini yig'idan vaqt bo'lmasa, nemishga qo'ylarni tezroq sug'urib o'tloqqa olib baxmaysizlar?" dedi. Ular, "Biz qo'ylarning hammasini yig'ib, padişalar bilan birlikda quduqning og'zidagi toshni do'miltib etmaguncha qo'ylarni sug'ura olmaymiz" deb javob berishdi. Yaqubning padişalar bilan parangi texi tugmaganda Rahila padalarni haydab yetib keldi. Yaqub Rahila bilan tog'asi Labanning qo'y padisini ko'ribla quduqning og'zidagi toshni do'miltib etib, uning qo'ylarini sug'urib berdi. Andın o Rahilani söyüp hayacan bilan yığlab ketdi ve Rahilaga, "Men sizning dadingizning jiyani, ya'ni Rebekkaning o'g'li bo'laman" dedi. Rahila yugurgan peti qaytib berib atasiga aytdi. Laban jiyani Yaqubning kelganligini anglash bilanla uning oldiga yugurib chiqib quchoqlab, suyib ko'rishib uyiga boshlab kirdi. Yaqub uningga yuz bergan butun ishni aytib berdi. "Sen haqiqatan mening jon-jigari tuqqanim" dedi Laban. Shuna qilib Yaqub u yerda bir oy turdi. Bir kuni Laban Yaqubga, "Sen mening jiyanim bo'lsangmi, menga bekorga ishlab bersang bo'lmas. Aytgin, qanchalik ish haqi talab qilasan" dedi.
Labanның ikki qizi bo'lib, cho'ngining ismi Liya, kichigining ismi Rahila edi. Liyahning ko'zlari nursiz edi. Rahila bo'lsa go'zal va kelishgan qiz edi. Yaqub Rahilaga oshiq bo'lib qolgan edi. Shunga u: "Agar siz Rahilani menga bersangiz, men sizga 7 yil ishlab beray" deb iltimos qildi. Laban onunga: "Uni boshqa biriga berganimdan sana berganim a'la. Sen mening yenimda tur" dedi. Yaqub Rahilani elish uchun 7 yil ishlab bergan bo'lsa-mu, bu kunlar onunga bir necha kundalik bilindi. Chunki u Rahilani bekmi yaxshi ko'radi. 7 yil to'shqanda Yaqub Labanға: "Biz kelishgan vaqt to'shdi. Qizingizni nikohimga bergaysiz" dedi. Buning bilan Laban to'y ziyofati tayyorlab shu yerdagi hamma kishilarni taklif qildi. Lekin to'y kuni kechda Laban Rahilaning o'rniga Liyahni berdi. Yaqub uning bilan bir o'rinda yotdi. Laban dedaklaridan Zelpani Liyahga dedak qilib berdi. Faqat tong atgandila Yaqub ayolning Liyah ekanligini bildi. U Labanға: "Bu nima qilganingiz? Men Rahilani deb sizga 7 yil ishladim. Meni nimishqa aldidingiz" dedi. Laban uningga: "Bu yerning odati bo'yicha cho'ng qizni talaloq qilmoqcha kichik qizni talaloq qilmaydi. Liyah bilan ishkinglarning bir haftalik to'y marosimini o'tkazgandan keyin Rahilani nikohingga olsang bo'ladi. Biroq uning uchun menga yana 7 yil ishlab berishing kerak" deb javob berdi. Yaqub ma'qul bo'ldi. Liyah bilan bir haftalik to'y marosimi o'tkazgandan keyin Laban Rahilani uningga xotinlikqa berdi. Laban dedaklardan Bilhani Rahilaga dedak qilib berdi. Yaqub Rahila bilan bir o'rinda yotdi. U Rahilani Liyahdan yaxshi ko'radi. Shunday qilib u Labanға yana 7 yil ishlab berdi. Parvardigor Liyahdan Yaqub tarafidan yaxshi ko'rilmaganligini ko'rib, uningga farzand ato qildi. Rahila bo'lsa tug'mas edi. Liyah homildor bo'lib bir o'g'il tug'di. U Parvardigor mening dardimni ko'ribdi, amdi erim meni yaxshi ko'rdigan bo'ldi dedi. Shunga u balaning ismini Ruben, ahangjatda dardimni ko'rdi deb qo'ydi. U yana homildor bo'lib ikkinchi o'g'lini tug'di. U Parvardigor menga bu o'g'ilni berdi, chunki mening yaxshi ko'rilmaganligim uningga yetibdi dedi. Shunga u balaning ismini Shimon, ma'nosi u angladi deb qo'ydi. U yana homildor bo'lib uchinchi o'g'lini tug'di. U amdi erim menga texmi yaqinlashadi, chunki men uningga 3 o'g'il tug'ib berdim dedi. Shuning bilan balaning ismini Lavi, ahangjatda yaqinlashish deb qo'ydi. U yana homildor bo'lib 4-chi o'g'lini tug'di. U amdi men Parvardigorga Madihiya qo'y dedi. Shunga balaning ismini Yahuda, ahangjatda Madihiya deb qo'ydi. Shuningdan keyin u tug'madi. Xo'sh qarindoshlar, mazmunni ko'rib o'tsak, bugungi tekstimiz yani 29. babda asosan cho'ng jihatdan yani 3 bilak yani birinchisi bo'lsa Yaqubning Rahilani uchirtib, andan keyin tag'is Labanning uyiga berish jarayoni birinchi abzas, andan ikkinchi abzas mazmun bo'lsa Yaqubning o'ylanishi yani Rahilani elishni niyat qilgan emasmi? Lekin to'y vaqtida Yaqubning aldinib ketish mazmuni va oxirgi 3-chi mazmunda bo'lsa Liyahdan tug'ilgan Yaqubning farzandlari. Shundaq cho'ng 3 mazmun yani 3 abzasga bilib turib, bugungi mazmunni ko'rib o'tmoqchi. Biz oldingi mazmunda yani Yaqubning uning otasi yani Isahning Yaqubni chaqirib, uning duo qilib, uni Qanondagi yani imonsiz qizlardan o'ylanmay tag'isining uyiga berib o'ylanib kelishini qilib yo'lga solgan emasmi? Yo'lga solganda Yaqub yo'l ustida yani Parvardigor bilan bir personal holatda uchrashishi, yani Yaqubning gerçek kichigidan Boğuz İbrahim'den bo'lsin, atisi Isah'dan bo'lsin anlab kelgan Parvardigor Xudo, yani atisining e'tiqodi bo'lgan, Boğuzining e'tiqodi bo'lgan Parvardigor Xudoni bu qaddim Yaqubning o'zining xudosi qilib, yani personal holatda Xudo bilan munosabat bog'lashi. Xudo ija amdi Yaqubning xudosi deb atilgan holatda, yani personal holatda Yaqubning Xudo bilan uchrashib, yani Xudo bilan va'dalashgan. Shunday mazmunlarni ko'rganda hamda va'dasining aslimiz sifatida, xotir sifatida tasdiqlab turib, bu joy Parvardigorga ibodat qiladigan joy bo'lsin deb turib ismini Baytal deb qo'ygan. Shunday 28-bob mazmunni ko'rib o'tgandik. Endi 29-bobda bo'lsa, ana shu Yaqubning safarining davomi, uning yani yetmoqchi bo'lgan nishoni bo'lgan, yani Laban tag'isi Labanning uyiga kelish jarayoni emasmi? Mushundaq bir yo'l ustida endi
Şərq tərəfdəkilərinin cayı, yəni şərq tərəfdəki degan söz biz aləmning yaratılışıda müşkəmgəcə xeyli qətim uçraşdı. Şunun üçün bu məzmunu təkrarlab verishning hojati yo'q. Yəni şərq tərəfdəkilər deb turib, yəni Yaqubning Aram rayoniga kelganligini, yəni Aram rayoniga kelib yani dastlabda uchratgan kishilar bo'lsa, yana padichilar ekanligini, yani quduq biz qarasak, yani quduq beshidan ko'p payg'ambarlar o'zining ayoli bilan uchrashadi. Masalan, Isoqning ayoli Rebaqanimi, yani Ibrohimning quli, yani chaqiri qiz akilishga yetgan shu chaqirimi quduq beshida shu Isoqning ayolining yani uydagilarla yani İsa'nın ayağını uçuratkan emasmi? Endi Yaqubmu shunda quduq beshida yani Rahilani uchirtdi. Anakin keyin Musa payg'ambarnikiga qarasanglar, Musa payg'ambarmi shunda quduq beshida uchrashganligini ko'p payg'ambarlarning ayoli bilan uchrashgan nimasi bor. Endi bu quduq beshida Yaqub dastlabda padichilar bilan, yani padichilarning qo'y padalarini akilib shu joyda saqlayotganligini ko'rdi emasmi? Shu ko'rgan vaqtida padichilardan so'ragan, dastlabda biz ko'rishimiz bo'lsa, Yaqubning shu padichilardan so'ragan savoliga bir qatim diqqat qilib o'tishimizga to'g'ri keldi. Ya'ni albatta birinchisi sizlar qayerlik degan, ya'ni bu savolni albatta bu so'rashdagi savol, ya'ni biz Haranlik deb ular javob berdi. Andan keyin Haran degan gap bo'lg'achqa, bu Yaqubmi dal bormoqchi bo'lgan joy Haran rayoni emasmi? O'zining tog'asining yurti bo'lgan Haran rayoni bormoq. Shu Haran degan gapni anglagandan keyin Yaqub izchil biz Yaqubning hayotiga qaraydigan bo'lsak, Yaqub faqat uyda, ya'ni onasining yanida turib, uydan chiqmay qolgan bola ekanligini biz ko'rgandik. Ana shundaq Yaqub o'zi, ya'ni akasining aldishdagi maqsadi bo'lsin, yoki tunji o'g'illik mirosi qo'g'i erishi bo'lsin, ya'ni otasini ham aldab baxtlik, ya'ni duosiga erishib olishga maqsad bo'lsin, o'zining o'zi ko'zlagan hayotiy turmush bo'lsa, ya'ni baxtlik, ya'ni oilasining shon sharifini, tunji o'g'illik shon sharifini erishib, o'zini baxtli bir turmushni arzulab turib, shunday bir niyatlar bilan o'zining shu shaxsiy orzusiga yetish uchun e'ligarlik va aldamchilik shu vasti qo'llanmasdan shunday xalqi otasini aldab turib shunday ishlarni qilgan emasmi? To'satdibi o'zi ko'zlagan shu shon sharaf, ya'ni tunji o'g'illik shon sharaf bo'lsin, oilasining shon sharafi bo'lsin va yoki o'zi erishmoqchi bo'lgan shu baxt bo'lsin, shularni ko'zlab turib, shularni xayol qilib, shularni orzu qilgan Yaqub to'satdan o'sha aldamchiliklar va shunday ishlardan keyin o'zi yolg'iz holatda uni, ya'ni tog'asining uyiga, ya'ni o'zi bilmaydigan qadimki bir nima bilan o'lsa, hozirgi ijtimoiy nimalarimiz, qatnashlarimiz nihoyat qulay bo'lgan bilan qadimki vaqtlarda biz o'shani tarixiy arq ko'rinishini o'ylab turib, bir Yaqubning buning hissiyotini, fikrlarini biz ko'z oldimizga keltira olamiz. Ana shunday yolg'iz holatda o'zining shu xiyoli ko'z oldiga keltirgan shu orzulari ko'pikka aylangan holatda o'zi yolg'izlik bilan yo'l safardagi qiyinchiliklar, qattiq quruqchilik, yo'lchilik, qiyin xatarga to'lgan, shunday bir andishlarga to'lgan shunday bir safarlarda biz qarasak, Xudo bilan uchrashgan vaqtida deydi, menga yemak-ichmak, kiyim-kechigimni menga ta'minlab bersang deb turib, o'zining kunlik turmushidagi bizmi hozirgi nimamiz uchun buni o'zimizga tatbiqlasak, o'zimizning kunlik turmushimizga bu degan reallikda biz sal qaramaydigan bizning real hayotimizdagi muhtojliklarimiz, biz turmushimizda bizni kam bosib olmaydigan narsalarımizda shuning o'xshash ashna narsalar Xudodan talab qilganligini ko'ralaymiz. Shuning o'xshash buning hissiyotidagi murakkab bir hissiyoti, qo'rqinchni, andishini biz ko'ra olamiz. Mana shunday yolg'iz yo'lga chiqib, ham yo'lga chiqqanda o tog'amning uyiga borsam, u kim qanday birisi bor edi, bu anglablam ko'rishib baxmaganda, ko'rishib baxmagan tag'isi degandek, tag'isiga bo'lgan andishlari borligini biz mushu padishlardan so'ragan savol orqali biz ko'ra olamiz. Ya'ni
Yani sualni padişahlardan soran sual. Sizler Nahorning o'g'li Labanni tunamsizlar deb turib, ana shu uyisi bormoqchi bo'lgan uy Labanning uyi emasmi? Tag'isi Laban. Shu Laban kim? Ya'ni Labanni tunamsizlar deb. Anaga tunaymiz yani u qandaqaroq deb turib, yani o'zi tunch ko'rgan odamlardan u qandaqaroq odam, o'zida qandaqaroq yani ko'pchilik uningga qandaq baho berdi. Ko'pchilikning nazarida u qandaq odam deb turib, Labanға oid, Labanning qandaq odam ekanligi, oilasining kim qandaqroqligi degan o'sha yani Labanға oid xabarlarni o'qimoqchi bo'lgan, Labanning kimligiga bo'lgan uning shunday bir qiziqish savollarni biz padishlardan so'rg'alan ko'ra olamiz. Yani bu savollardan uning yani tag'isining qandaq odamligi bo'lgan bir xil g'amandisini, qo'rqinchini ko'ra olamiz. Masalan, o'zi tunimagan, o'zi bilmagan bir odamning uyiga mangan bo'lg'achqa, o'zi tunimagan shu odamning uyida ham vaqtincha ham turib shu joyda o'ylanishga yo'l solgan emas matisi. Shunday bo'lg'achqa, uning o'y fikri hissiyotidagi bir xil g'amandisha va qo'rqinish, ansirashni biz ko'ra olamiz. Anından keyin ikkinchisi bo'lsa, yani Yaqubning hayotini, bu hayajonli qilgan ishlarini ko'ra olamiz. Ya'ni bu Yaqubning hayajonli qilgan ishlari orqali ham Yaqubning yana bir taraflik personaji xarakterini biz ko'rib chiqa olamiz. Masalan, birinchisi bo'lsa Rahila bilan qo'y bodisini ko'ribla, o toshlarni do'miltib qo'ylarni sug'urib berdi emasmi? Garchi padishlar uning Yaqubga, ya'ni Yaqub yani Rahila bilan qo'y bodis kelishdan burun padishlar bilan ko'rish paranglashgan emas, paranglashgan vaqtida paranglashdan burun ham shu abzasning yani arx ko'rinishi sifatida padishlarning bir nimasini, prinsipini bizga tushuntirdi. Ya'ni padishlar qo'ylarni sug'urgan vaqtida yani quduqning og'zida yurgan bir tosh yepiqliq emasmi? Shu qo'ylarning hammasi yetib kelgandilar, andan keyin padishlar birlikda quduqning og'zidagi toshni do'miltib, hammasi birlikda qo'ylarni sug'urib, andan keyin shu toshni quduqning og'zini yepib qo'ydiganligini da'vatadi. Yani bu padishlarning bir yani bu padishlar degan bir kollektiv bir holatdagi bu padishlarning bir prinsipi deylik, yani kollektivchanlik bilan o'mlik bilan shu joydagi padishlarning o'zlari yani shu kollektivning manfaatini chiqish qilgan holatda o'mlikni jidal majra bo'lmas uchun o'mlik bilan yashash uchun, o'mlik bilan hammasining inoq yashash uchun chiqargan hamda ularning shu yurtdagi padishlarning hamda o'zlarining bir prinsip, qoida prinsiplari deylik. Shunaqa bir prinsipi borligini bizga allaburun shu 29-bob boshlangan vaqtda bizga tushuntirib qo'ydi-da. Lekin Yaqub bo'lsa, shu Rahila bilan qo'y bodisini ko'ribla, shu yani bu padishlarning degandan anglaganlar bilan qari bo'lmasdilar. Shu Rahila bilan qo'y bodisini ko'riblam toshni do'miltib qo'ylarni sug'urib berdi-da. Yana bundan nima deymiz desak, ani Yaqubni biz oldingi boblar, yani Yaqubga oid 27-bob bo'lsin, 28-bobda ko'rganlarimizning shaxsiyatchiligimizni aytib ko'rgandik. O'zini o'ylaydigan shaxsiyatchi bir manfaat, o'zining manfaatini o'ylab vositalamasdan, o'zining shaxsiyatchiligi bilan o'z erishmoqchi bo'lgan narsalarga vositalamasdan qildigan bir odamligini ko'rgan edik. Maqsadimda yana buning bir ijtimoiyligini, yani boshqalarni o'ylamasin, bir ijtimoiyligining yo'qligini, kollektiv degan narsani o'ylamaydigan o'zining shaxsiyatchiligini yana bir qatamga ko'ra olamiz. Ya'ni bu padishlarning degan gaplarni yana sal qarablam o'zining yani Rahila, yani Labanning qo'y to'pida, yani Labanning tag'isining qo'y padisini ko'rib, qo'y bodisini ko'riblam, Rahila bilan qo'y bodini ko'riblam, shu toshni do'miltib qo'ylarni sug'urib bergan. Lekin bunday bir harakat orqali uning yana shu o'zgarmas bo'lgan, uning shaxsiy xarakteri bo'lgan, o'zining maqsadga yetish uchun shaxsiyatchilik bilan, ya'ni o'zining barmoqchi bo'lgan nishoni, erishmoqchi bo'lgan nishonning obyekti bo'lgan shu qo'y bodisi bilan Rahila uchun qilgan harakat orqali, ya'ni uning shu bir xil mijozi, ya'ni shu shaxsiyatchi kollektivni o'ylamaydigan, kollektivga sal qaraydigan, faqat shaxsiy manfaatini o'ylab turib, shaxsiy manfaatini kollektivdan ham ustidan o'rin qo'yadigan shunaqa bir kamchiliklarni, xarakterini biz ham bu yerdan ko'rib o'tamiz. Chunki bu xarakterlar nima uchun bu yerda desak, biz keyin bu Yaqubning
qandaq xudo tarbiyadan qandaq tavlanib qandaq o'zgarib yangi tabiatni qandaq yangi tabiatlarni o'ziga xudo orqali o'zgarganligini biz yana bara ko'rib o'talaymiz emasmi? Shuning uchun ham bularni yana ta'kidlab inchga ko'rib o'tdik. Ikkinchisi bo'lsa oilani suyib hayajon bilan yig'lab ketishi. Ham bu bir insoniy nuqtai nazardan qaragan vaqtimizda biz hammamiz ham masalan uydan kichik ayrilganlar bor bizning aramizda. Uydan bizning aramız balkim chiq bo'lishi mumkin. Bizim uylardan o'qiyman deb chiqqanlar sirtqa, ya'ni chet elga o'qiymiz deb go'zal orzular bilan chiqqanlar bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Va yoki shunday bir hamda shunday oilamiz bilan go'zal bir munosabat ichidan qolganimizda shu necha yilning yoqi oilamiz bilan munosabatlarimiz uzilib, demak, shunday ahvollarda biz yeb uzilgan laylakka o'xshash ba'zilarimiz yolg'izchilik, ba'zilarimiz musofirchilikning, ba'zilarimiz turmushning ig'ir so'g'uqlari, qattiq nimalari, tavlashlar üstüde ağrıgan, talgan bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Shunga o'xshash Yaqubmi shunday bir ailesida biz dedi qolgan qitmini bir kamchilik yo'q bo'lgan ailesida yine bay yashachilik olsun. Hem şu zamanның nimesi bo'yicha hech bir kamchiligi bo'lmagan holatda o'sib yetilib, ailesida hech bir qashqana narsa g'am qilmasdan ailesida yeb ichib uydan chiqmagan bu Yaqub tasodifiy shu o'zining e'ligarligi, shaxsiyatchiligi bilan aksini va otasini aldab qo'yib tasodifiy uydan ayrilgan bo'lib qoldi emasmi? Biz shu ayni vaqtlar bilan hisoblaganimiz shu uydan ayrilib bir musofirchilik yo'li chiqqanda onun qaytib kelish imkoniyati nihoyat tuvan holatda, nihoyat yo'l safar va qiyin xatarga, mayli havoyi hayvonlar bo'lsin, mayli yo'l ustida qanday bir tabiiy ofatlar bo'lsin, ya'ni ayni zamonlarda, bu degan bizning hozir 4000 yil burungi vaqtlar desak, tarixda biz orqa ko'rinishimizni o'ylab turib tushunishimiz to'g'ri keladi. Shunday bir qiyin xatar, tabiiy ofatlar, shunday ahvollarda uydan ayrilib, yolg'iz holatda bunun eskana bir qaranchug'im, eskana bir nimasi yo'q holatda uydan chiqishi buni bir xatarlik, ya'ni bir o'limga tavakkul qilgan bir yo'l safar desam bo'ldi. Shunday ahvollarda yo'ldagi qiyin xatar, uning o'ylagani dedi qabiyama uyda onun aldamchilik qilishga maqsad bo'lsa shu tunjislik, shon sharaf, baxt degan o'xshash nihoyat go'zal orzulangan bilan hozirgi reallik bo'lsa uydan ayrilgan, yolg'izlik, qattiq quruqchi hayot, safarning shunday bir jafosi degan o'sha shunday qiyin xatarlari, shunga o'xshash buning tunji qatim jamiyatga qadam qo'ygan bosgan bir yo'li safarida shunday ahvollarda yolg'izlikni, sarsonlikni nemi tatqan bir ahval aslında özünün tuqqini deb atgan şu Labanning qizi, yani Rahilani ko'rganda hayajonda suyib ko'rishganligimiz kerak. Bu suyib degan biz tushunalamiz, biz yuzini yuziga yiqib ko'rishimizga o'xshash bir salomlashish desam bo'ldi. Shunaqa hayajon bilan yig'lab ketganligimiz ko'ralaymiz. Ya'ni bu yig'lab ketishmi shu o'zining naqadar jafo tatganligini, o'zining naqadar yolg'iz sirganligini, o'zining naqadar azob tatganligini shunday bir ifodasi yig'lash ham ko'zdan yosh chiqish deymiz. Biz buni tushunalamiz, biz bu uzun vaqtlarda sirtda o'zimiz bilan qalbimizni qila oladigan milletimizin bo'lsin, masalan biz o'zimiz bir milletimizni tuzuk yo'q bir yerlarda yashayotgan bo'lsak, millet bir Uyg'urni ko'rgan bo'lsakmi, hayajon bilan xo'shallik to'lmizga o'xshash. Ham lekin biz hamda o'zimizning mushunday nimalarni deyalaydigan, o'zimizning o'xshash bir sezgurashlarimizni, o'xshash bir mushunday bir ahvollarimizni deyalaydigan bir odam bilan uchrashib paranglashgan vaqtimizda balkim shuna uzun vaqtdagi shu yolg'izlikdan hozir tasodifiy evetgan, Xudoning evetgan shuna bir özümüzün bir qirindishimizdan bir so'nkagan vaqtimizda hamda qalbimizgilarni sirdisha oladigan, qalbimizni o'tisha oladigan shunday bir so'nkagan vaqtimizda haqiqatan bir hayajon, bir ilga tushimiz ham bilan bu insoniyatga bir normal bir ahvol deganga o'xshash. Shunga o'xshash hamda bu Yaqubning shunday bir kayf nima deymiz, es tuyg'ularni biz shunday bir uning hayajondagi shunday nimasida biz ko'rib olamiz. Endi bu yerda bir nima bir tal nuqta var, biz hozir chekib qo'yib, keyin anga qarsida to'xtalish tegishli bo'lgan narsa ko'rib degan narsa bor. Ya'ni Yaqubning qilgan harakati, shaxsiyatdan harakatidir-ku. Ya'ni Rahila bilan qo'y bodisini ko'ribla tashni do'miltib qo'ylarni sog'adi deb turib, bu yerda ko'rib degan fe'l chiqadi. Bu yerda ko'rib degan fe'lni biz diqqat qilsanglar biz alamni yaratilish birinchi marta boshlab ko'rishni, ya'ni insonlarning ko'rishi, ya'ni ko'z, Rabb aysam deydi, ko'zing nada bo'lsa, qalbing shu joyda bo'ldi deganga o'xshash.
Andan keyin yani bu ko'rish degan gapni Xudo uning yaxshiligini ko'rib, uni kunduzida, uning yaxshiligini ko'rib kechida degan o'sha olamni yaratgan vaqtida ko'rib degan biz shu fe'lni biz olamni yaratish birinchi bobda nihoyat inoq ko'rgan, ya'ni ko'rishning o'lchami yani shu ko'rish, yani bizning ko'rgan ko'zimizniki qo'ygan nimamizniki nazarimiz bo'lsin, ko'rishimiz bo'lsin, barliq bu ko'rishning oqibatki bo'lsa, bizning o'lchimimiz ekseturida biz shu vaqtda deb bo'lgan buni olam yaratish birinchi bob mazmunida foydalangaysizlar. Ya'ni ko'rishning o'lchami biz e'tiqodchilar biz o'zimizning o'lchimimizni Xudoga, yaxshi yomonning o'lchimini Xudoga qo'yish degan o'sha ko'rishni oqidagi bir nurg'un mazmunlarni shu olam yaratish birinchi bob orqali ko'rgaysizlar. Ammo ko'rish degan bu fe'lni hozirmi biz azroq chektirib qo'yib turib, oxirsida tafsil ko'rib o'taylik. Ya'ni ko'rishi bilan xushallikdan hayajon yig'ilgan degan mush Yaqubning ham ko'rishi bilan domiltib etib qo'ylarni sug'urib bergan degan mushna xalqi ko'rish degan fe'lning oxirsidagi sifatlayotgan bir qancha mazmunlarimiz ko'rib o'tdik. Mush ko'rishni biz oxirsida ko'ramiz. Ma'qul amsa ikkinchi abzasi mazmuni ya'ni Yaqubning o'ylanishi. Yani Yaqub bir aycha turgandan keyin Laban deydi-da. Biz o'ylab basak Labanmı dedi, sen haqiqatan mening janjigar tuqqanim deb. Bu Laban hozir ikki qatimliqni meni ko'zim boshdan kechirdi. Masalan, İbrahim onun yani İsa'ni o'ylash uchun Eliyazarni, yani onun chaqiri Eliyazarni aytgan vaqtida nurg'un to'gilarga sovg'a salamni, oltin ishqib nurg'un sovg'a salamni, qimmatli buyumlarni to'yliq uchun yani hep bag'an emasmi? Shuning bilan birinchi qatim Laban Eliyazarni ko'rgan vaqtida nurg'un sovg'a salam bilan baybayshash ishili hamda qul chaqirgan İbrahimning chaqiri bilan ko'rishib, singlisini yevatgandiki shu bir ko'rinishi ko'z oldida. Endi bu ikkinchi qatim hamda u singlisining bolasini uchrashtirgan vaqtida bo'lsa, singlisining bolasi Yaqub bo'lsa, bu yerda Yag'uz, o'zi Yag'uz, chiroylari bizlar o'ylab bakinglar, nima deymiz? Uzun bir safardan keyin arg'in atasi kelgan bir shunday bir Yaqubni kutib oldi-da. Shunday Yaqubni kutib olib, Yaqubni bir oycha uyda arama o'zib kutib olgandan keyin, anandan keyin deydi-da. Sen jiyanim bo'lsam, menga bekorga ishlasang, yani bekorga ishlab berdim. Qo'ylarimni qarashib, bunday bekorga ishlasang bo'lmas. Qanchalik ish haqi talab qilsan deb turib, ya'ni Yaqubdan ish haqi talab qilish, ya'ni ishlagan ishlaring uchun. Demak, Yaqub yerda uyda hamda Labanning ishini qilib bergan o'xshaydi. Shuncha ish haqini talab qilsin deb so'ragan vaqtida hamda Yaqub o'zining ish haqi uchun Rahilani yaxshi ko'rib, endi Rahilaga oshiq bo'lib qolgan bo'lg'achqa, Rahilani amriga berishini, ya'ni Labandan talab qildi. Shuning bilan ham Laban ma'qul boshqa yod birisiga bergandan ko'ra sana berganim yaxshi afzal deb ma'qul bo'ldi. Shu tag'isining ma'qulligi bilan hamda Yaqub Rahilani amriga olish nimasida, ya'ni bir 7 yilni tez o'tkazamiz-mi? Shu Rahila bilan o'ylanadigan o'xshash xushallik ichida. Lekin undaq qazangan mundaq jumush degan o'xshash, ya'ni Yaqubning hayoti yani aldamchi, hiylagar, shaxsiyatchi deb turib atisini aldagan Yaqub o'zi aldash, ya'ni o'zi aldanib qoldi. Ya'ni Laban to'y kuni kechasi Rahilani bermasdan balki cho'ng qizi Liyahni uning xotiniga berib qolgan vaqtida Yaqub bo'lsa faqat tanitgandilar o'zining aldanganligini bildi emas, ya'ni Rahilani emas, Liyahning o'zining xotini bo'lganligini bilib aldanganligini bildi. Bunun sababini yani Laban deydi. Yerlik odat bo'yicha cho'ng qizini talala qilmoqcha kichkin talala qilmaymiz deb turib, balki o'zining odatlarini, o'zining prinsiplarini, madaniyatlarini, yani urf odatlarini degan o'sha narsalarni deb turib qildi emasmi? Demasmi Yaqubga biz qaraydigan bo'lsak, Yaqub izchil bir buning mijoz xarakterdan nihoyat bir nima deymiz? Aldırango, yani prinsip, tartib, qoida degan narsalarga hech bir qarolmasdan, yani hurmat degan narsalarga, qoida, yo'sin degan narsalarga hech qanday nimaga qor bo'lmasdan sal qarab, bu faqatlam o'zi yetmoqchi bo'lgan nishon uchun biz burun dedik, vosita qo'llanmasdan o'zi yetmoqchi bo'lgan nishon qilam qaraydigan odam emasmi bu? Hargiz tartib bo'lamdi, qoida bo'lamdi, akisi bo'lamdi, otisi bo'lamdi. Qor bo'lmasdan faqat o'zi yetmoqchi bo'lgan nishon uchun ham tirishadigan shunaqa bir uning mijoz xarakterini, o'zini o'ylaydigan mijoz xarakterini ko'rgan edik. Shuning bilan buning bayami dedik, padichilarniki o'zini bir kollektiv bir padichilarning, ya'ni kollektiviy bir, ya'ni jamiyatdagi
Yani cemiyetke bo'lgan ijtimoiylikning yo'qligini biz ko'rgan yani bir jamiyat yani bir kollektiv hayot yani kollektiv yani cho'ng bir odamlar to'pi bilan berish kelish qilib munosabat qilib yashaydigan nima emasmi shuning bilan bu hatto bu qo'y to'pidagi yani podsholar qilgan muomalasida buni halqi podsholarning prinsip qoidasi yani ularning o'mligini qo'yib turiblar o'zi rahiylaniga qo'ylarini sug'urib bergan emas hamda manimda ham shu joyda bir yil nima 7 yil rahiyllar bilan o'ylanish uchun 7 yil ishlatayli 7 yil jarayonida hatto bu joyning madaniyat prinsiplarini qoida usullarini deganlarni bilmay ularga bir hech qanday bir qilmasdan o'zining shu maqsadiga yetish uchun bir yashaganligini biz ko'ra olamiz shuning uchun o'zining yetmoqchi bo'lgan maqsadiga erishishni ham o'ylaydigan Yaqub yani o'zining maqsadini o'zining shu o'ylagan narsani erishishni ham faqat erishishni ham boshqalardan erishishni ham o'ylaydigan boshqalarga berish boshqalardan bahrlanish boshqalarni o'ylash boshqalarning manfaatini chiqish qilish degan narsani o'ylamay faqat o'zini ham o'ziga erishishni ham o'ziga sug'urishni ham o'ziga ham markaz qilgan shunaqa bir nimasi bilan oxiri shu kamchilligi o'zining shu kamchilligi o'zining shu xarakteri sababidan oxiri o'zi qilganga o'xshash o'zini tag'is tarafidan shundoq aldanganligini ham shundan o'zining shu sal qarorligi o'zining shu xarakteri va qilganlarining badilini oxiri o'taganligini biz endi ko'ra olamiz endi gerçi bu Yakup Xudoning hamda bu yerda Xudo nima ish qilyapti degan narsani o'ylashimiz mumkin. Bu yerda gerçi Xudoning so'zi chiqmagan bilan, gerçi Yaqubning hikoyasini so'zlab bergan bilan biz yana buning orqada Xudoning bu mushularni hammasining orqada yana Xudoning yozuvchi Xudo emasmi? Bu ishlarga yo'l qo'yuvchi bu ishlarning keyinda ham ko'rib turuvchi ham Xudo emasmi? Shunga o'xshash Xudo hamda bu ishlarga yo'l qo'yishi, Yaqubning bunday hayotga yo'l qo'yishimi? Xudoning bir odam bilan bizni tanlab, bizni bilan uchrashuv, bizni bilan personal bir munosabat bog'lashni maqsad qilgan Xudo. Ham bizning hayotimizga kirgan Xudo, bizning hayotimizni har bir turmush jarayonlarimizda, turmushimizga har bir ishlarimizda uchragan har bir narsalarda bizning kichik ishlar orqali Xudo bizni o'zgartirib, ya'ni bizni o'zining obrazi bo'yicha yani biz tug'ilishimiz bilan gunohkor bo'lgan, tug'ilishimiz bilan shu bizni bor bo'lgan shu gunohkor tabiatimizdagi shu razil bo'lgan, Xudoning nazarida razil bo'lgan bizning taraflarimizni, razil bo'lgan xarakterlarimizni, razil bo'lgan bizning yomon, yani Xudoning nazarida yomon deb qaralgan bizning shu gunohkor tabiatlarimizni Xudo shundoq bizning turmushimizdagi har bir ishlarimiz orqali, biz yo'liqqan ishlar orqali bo'lsin, hayotimizga, atrofimizga har bir ishlar munosabatlarimiz orqali bizni Xudo o'zining obrazi bo'yicha o'zining farzandlari bo'yicha yani biz farzandlarimiz jamoat emasmi? O'zining shu jamoati xalqi uchun bizni to'xtamay o'zgartirib, bizni tanlab bizga qanday bir yangi tabiatlarni, bizga qanday ishlar orqali bizni yangi tabiatlarga erishtira olishini biz ko'ra olamiz. Shuningdek Yaqubmi bu vaqtda shunday aldash orqali balkim buni tavba qilgan, ya'ni otasini aldaganliklar bo'lsin, mayli akasini aldaganliklar uchun o'zining aldanishdan keyingi bu hissiyotlar orqali akasining hissiyotini, otasining nimalarini tushuna oladigan, eslash qila oladigan, boshqalarni tushuna oladigan shunday bir qalblarga erisha oladi emasmi? Shunga o'xshash bu Yaqubning aldanganligini, ya'ni buning o'tgan badalini biz bu yerda ko'ra olamiz. Endi yana birisi buning o'ylangan vaqtida yana ayollarni ikki taraflaydi, ya'ni ayollarni sifatlaydi bu yerda, ya'ni Liyahning bo'lsa, ko'zlari nursiz ekanligini, ya'ni dastlabda Liyahning xotin ayolligi bad emasmi, tag'isilaman. Undan keyin Rahilaning bo'lsa, güzel, kelishgan deb turib, ya'ni tashqi qiyofatlarini bu yerda suratlar berdi-da. Undan keyin başta Yaqub ko'rgan vaqtida, ya'ni Rahilani bosh ko'rganda, undan keyin bu yerda sifatlab berishi ko'rinishga noyat go'zal, kelishgan deb turib, ya'ni Rahilaning ko'rinishga qarmoqqa noyat go'zal kelishganligini, Liyahning bo'lsa ko'rinishga, sirtqi qiyofatining ko'zlari nursiz edi degandan biz ham bu Liyahning qiyofatini biz tasvirlay olamiz. Shuning bilan Yaqub bo'lsa
Liyahdan Rahilani bekerek yaxşı ko'rganligini. Ya'ni Yaqubning ko'zining Rahila deshganligini, Rahilani yaxshi ko'rganligini, yaxshi ko'rganligini bu yerda bizga da'vatidi. Ya'ni bu yerda Yaqubning ko'zi ya'ni Rahilada deymiz. Endi keyin lekin ikkilisini ayollikqa xudlik ilib bergandan keyin bo'lsa, elib bo'lgandan bo'lsa, Parvardigor ya'ni 3-amsas mazmunda Yaqubning farzand, ya'ni tug'ilgan farzandlarining sababini biz ko'ra olamiz. Ya'ni Parvardigor Liyahning Yaqub tarafidan yaxshi ko'rilmaganligini ko'rib, ya'ni Parvardigor nimani ko'rib, Liyahning Yaqub tarafidan yaxshi ko'rilmaganligini ko'rib, Parvardigor Liyahga farzand ato qilganligini bizga ko'ra olamiz. Bayan biz dedik, ko'rish degani biz İbranicha, ya'ni biz birinchi babda ra deb tafsiliy ko'rgan, abayam bir qatim deb o'tdik, ya'ni Parvardigorning ko'rishi degan gap ham Parvardigorning nazarida yaxshi deb qaragani bo'yicha deb turib o'lchamni Parvardigorning o'lchamiga qo'yish orqali biz baho qilamiz. Biz ko'rganimiz bo'yicha baho qilmaymiz. Biz ko'rganlarimiz, ya'ni inson ashnaqa o'zing ko'rganlar ko'z oldidagi narsalarga qarab, anglaganlar qarablam, ya'ni yuzaki baho berib hukm qilishga ustachi odam degan insonning bir tabiati deymiz, kamchiligi. Shunda endi lekin Parvardigor bizning ko'rganimiz bo'yicha, bizning planlarimiz bo'yicha emas, balki Parvardigor o'zining, ya'ni Parvardigorning nazarida yaxshi yoki yomon deb qaragan shu o'zining o'lcham bo'yicha qaraydi emasmi, ko'rdi emasmi? Shunga Parvardigorning nazaridagi haqqoniylik va durustlikni Parvardigor haqqoniy deb qaragan, Parvardigor durust deb qaragan, shuni o'lcham qilib kishilarning qalbini ko'zlagan Parvardigor Yaqubning qilgan shu ishidan, ya'ni Liyahning yaxshi ko'rilmaganligini ko'rib, ya'ni Liyahga bo'lgan ichi ağırtıp deymiz, Parvardigor Liyahga ichi ağırtıp, onun farzand ato qilganligini ko'ramiz. Sababi, andan keyin Rahilani bo'lsa tug'mas ekanligini ko'ramiz. Yani çünkü sebebini devatıdı, yani sebebi bo'lsa Parvardigor ko'rgan, nimani ko'rgan, yani Liyahning Yaqub tarafidan so'yilmaganligini, qadrlanmaganligini ko'rgan. Rahilani bekerek so'yganligini, Yaqubning Rahilani bekerek yaxshi ko'rganligini ko'rib, Parvardigorga nisbatan bu Yaqubning bunday ayrımchilik qilishining haqqoniylik emasligi, durustlik emasligi bo'yicha shunga Parvardigor Liyahga farzand ato qilib, Rahilani bo'lsa tug'mas qilganligini biz tug'mas qilganligini ko'ra olamiz. Shuning uchun ham bu yerda Yaqubning bunday adolatsizlik qilishidagi sababini bayan biz ko'rib degan fe'l orqali, ya'ni chunki Yaqub Rahilaning go'zal va kelishganligi uchun Rahilani yaxshi ko'rgan emasmi? Rahilaga oshiq bo'lgan, Rahilani so'ygan deganga o'xshash. Shundaq bir mazmunni ko'ra olamiz. Ham shunga Liyahdan, ya'ni shunga Parvardigor Liyahga farzand ato qilib, Yaqubga Liyahdan 4 farzandni mushu babda ko'ra olamiz. Keyingi mazmunlarni 30-bab ko'ramiz. Ya'ni Liyahning ham deb edi his tuyg'usini biz ham uning farzandlariga qo'ygan ism orqali ko'ra olamiz. Masalan, Ruben, ya'ni birinchi o'g'li Ruben orqali, ya'ni buning ma'nosi yani dardimni ko'rdi deb turib, Liyahning şu jarayonda, ya'ni Rahilanimi, ya'ni 7 kundan keyin Rahilaning billa ayollikqa ba'da emasmi? Lekin shu jarayonlarda bo'lsa, Yaqubning ichil Rahilaga oshiq bo'lishga Rahila bilan o'tib, Liyahga sal qarab, Liyahning yog'i sirab qolganligini, ya'ni yo'ldoshidan qalbi ko'ngli suyishmagan, muhabbat, ya'ni so'yga erishamagan Liyahning his tuyg'usi, ya'ni Rubenni to'kkan vaqtda biz dardimni ko'rdi deb turib, qalbining noiti azorlanganligini isbotlayotdi. Andan keyin ikkinchi o'g'limi tug'ilganda bo'lsa, ya'ni ikkinchi o'g'li Shimon tug'ilganda bo'lsa, u angladi, ya'ni yaxshi ko'rilmaganligimni uning yetibdi, u anglabdi, mening dardimni anglabdi degan o'xshash qilib Shimon qo'yganligini, andan keyin uchinchi o'g'li qadar, hatto uchinchi o'g'li kelgan bo'lsa, ismini Lavi qo'yib, endi o'g'lim, ya'ni endi yo'ldoshim menga yaqinlashdi deb turib, Lavi qo'yib yaqinlashish degan ma'noda Lavi qo'yganligini, hatto 3 o'g'illik bo'lgan qadarmi, hatto bu Liyahning bu masalasi, ya'ni Yaqubdan qalbi suyishmayotganligini, Yaqubdan suyunama, ya'ni sevgi topamadi, sevgi erishamaganligini davatganligini ko'ramiz. Endi oxirisida bo'lsa, 4-chi o'g'li kelgan Yahuda, ya'ni Madihiya, ya'ni Parvardigorga Madihiya o'qay, endi Parvardigor Madihiya o'qaydi, ismini Yahuda, o'g'lining ismini Yahuda qo'yganligini ko'ra olamiz. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmunni shunchalik ko'raylik. Keyingi qismida biz bu Liyahning farzandlari hamda Rahila bilan Liyah
Yaqubning ishga ayolning o'zaro ishidagi masalalar bo'lsin, arsida yuz bergan ishlar bo'lsin. Buning qayt mazmunini biz davomli 30-bobdagi mazmun orqali ko'rib o'taylik. Bugungi mazmun gerçi biz bunda qarşı xalqı bir çoğu mezmun bulmağındaki qan bilen biz bunu yani ki tepsili halatda yani Yaqub'ның personaj xarakteriga mərkəzləşdirib bunu görüş arqılıq hem özümüzün xarakterimiz, micaz xarakterlərimizni hem de muşuna micaz xarakterlərimiz arqılıq özümüzün turmuşumuzda, hayatımız jarayonida hem özümüzün muşuna kəmçiliklərimiz, xarakterlərimiz arqılıq başqalarga hem özümüzge ziyan keltirgan hem başkalarga ziyan keltirgan müştəmici xarakterlərimizni tunalışımız ümid qılma hem müştəni Xudanın aldida tövbe qilib Xudanın müştəni biz Xudanın bizge özü taqan şu yeni təbiət Rəbb İsa'nın şu bizge ülgü qaldırgan şu nimisi boyunca bizni yengilishini daim bizde her gün özümüzni Xudo tarafidan isloh, yani muqaddas ruhning bizni isloh qilishini hammamizning boshdan kechirishimizni ham tilayman. Maqulamiz qarindoshlar, biz keyingi sonda ko'rishaylik. Hammalarga Xudodan kelgan aql, farosat, cho'nqur tushuncha va muqaddas ruhning yetaklishidan kelgan sizlarga tinchlik, oromlik, qalb huzurligi tilayman. Biz keyingi sonda ko'rishaylik. Hammalar omon bo'linglar.